Do'stlar, barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan men Shohkim. Bugun biz 50 kun yashayman degan videoning 8-qismini videoga olamiz. Sizlar hech yozmayapsizlar kommentga, to'g'ri yozyapsizlar kommentariya. Lekin qanaqa topshiriqlarni yozmayapsizlar. Menga shartlar aytishingiz ham mumkin. Menga faqat mana shunaqa Minecraftdan 100 zombi o'ldir yoki 64 ta olmos qozib ol deb kommentariy yozib qoldirlar do'stlar. Tamam, videoga let's go. Do'stlar, biz bugungi videoda biz hozir orqa uyimizga borib kelamiz. Yo'q, o'zi biz shu uyda ekanmiz. Bu uyga biz bugun sheper quramiz, mana shu yerga sheper quramiz va men bu yerga hovli quramiz. Bu yoqqa hovli qurgandan keyin bu yoqqa basseyn quramiz. Qanday daraxt chopamiz. Bizda daraxt bor ekan. Hozir biz tom quramiz. Birinchi sheperni. Birinchi bo'lib sheperni quramiz. Do'stlar, endi sheperga 2 stak yetar. Yo'q, 2 stak bo'lmadimi? Do'stlar, to'xtanglar. Men axir tomga qanday chiqib chiqaman? Toshlar bilan chiqaman. Yonma-yo. Qana bularni qo'yib olamiz. Mana bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa, bu yerga qo'yib olamiz va bu yoqqa chiqib turib bu yerga ham qo'yib olamiz. Endi qo'yib boraveramiz. Yo. Endi qanday qilib sindiraman? Juda ham tez bo'lmaydi endi. Chunki boltam yo'q. O'tgan videoda sinib qolgan edi. Qorli biyomdagi uyga borib boshqa bolta, lopatga kirkirasib kelishim kerak. Bu uyni qurish uchun menda barcha narsalar sinib ketdi. Lopatkam, hozir kirkam ham sinadi. Yonma-yo. Barcha narsalarim sindi. Uje men tamom bo'ldim, kuydim. Yonma-yo. Bekaramiz. Kiramiz, endi tepaga chiqamiz. To'xtinglar, bu yerda daraxt yo'q ekan. Bu yoqqa chiqamiz. Va eshitamiz. Endi bu yerdan qanday chiqaman? Mana shunday qilib turib, yo'q. Sandiqni ochamiz va bu yerdan loylarni olamiz. Yo'q, endi bularni qo'yib chiqamiz. Mana shunday qilib chiqib turamiz hozircha. Keyin bu yerdan narvon qo'yaman va qorli biyomdagidek eshik qo'yaman. Voy, yana tushib ketdim. Qanday tursa bo'ladi o'zi bu yerda? Do'stlar, men bu yerda tura olmayapman. Qanday qilib tursam bo'lar ekan? Yonma-yo. Qanday qilib qo'ysam bo'ladi? E'tibor bermaymiz. Endi bu yerlarni yonma-yo qurib olamiz. Bitta loy qo'yib bo'lib, buni qo'yamiz. Qo'yib chiqamiz do'stlar. Bu yerga sheper hovli quramiz. Keyingi qismlarda bu videoda do'stlar biz mana shu sheperni quramiz shekilli. Agar vaqt yetmay qolsa basseyn ham qurib yuboraman. Ketdik. Sekingina boramiz. Bularni ham quramiz. Qo'yib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, videoga kiritgan bo'lsa like bosib olinglar. Do'stlar, men kechiring 2 kun YouTube'da video chiqarmadim. Endi tez chiqib turadi. Endimi yoki do'stlar, menda muammo bor hozirda. YouTube'da men video chiqarmay tashlashim mumkin biroz vaqt.
şu eng kami 10 gün 5 gün video chiqarmasligim mumkin. Chunki maktab ham boshlanay deb qoldi. Shunga tayyorlanish kerak do'stlar. Bir ikki kun video bo'lmaydi shekilli. Bo'lmasa ham kechqurun chiqaraman do'stlar. Soat 8larda. Kechqurun chiqaraman balki ham. Do'stlar, bir ikki kun YouTube'da video chiqmaydi, meni kechiringlar. Do'stlar, men bu yoqni qurib bo'lganimcha tong otdi-yu. Yo'q do'stlar, barcha zinapoyalarim pastga tushib ketyapti. Yo'q. Qanday? Voy. Tushib ketishimga sal qoldi. Qo'ydim. Endi pastga tushamiz. Do'stlar, endi biz qorli biyomdagi uyimga borib kelishimiz kerak. Chunki bizning boltamiz ham yo'q, daraxt chopgani va lopatkamiz ham yo'q. Men bular yo'qolib qolmasdan olayim bularni. Bu yoqdan boraydi shekilli menimcha. Ha. Do'stlar, biz qorli biyomdagi uyimizga boraman hozir. Qasam ketdik. Uyimda temirlar juda ham ko'p. Ana shu temirlarni olib bu yoqqa boraman. Yo'q, bolta yasab, lopatka yasab boraman. Mana shu lava yo'ldan biz parta yasashimiz kerak. Baba, biz bu Minecraftda endga borib bo'lmaydi. Ender Dragon yoniga borib bo'lmaydi. Shuning uchun yasamasligimiz ham mumkin. Yo'q do'stlar, daraxt yo'q-ku. Bu yoqda bo'lsin-da. Mana bularni olib ketamiz, lekin bu yerda daraxtning diz ham yo'q ekan. Shuning uchun ikkita daraxt kerak bo'ladi menimcha bizga. Ha. Mana shu ikkitasini olaman. Bitta, ikkita bo'ldi, ketdik. Bittasi yetmaydi, chunki bitta daraxtdan bizga 4 ta yo'q yetar ekan. Bolta, kirka va lopatka. Bo'ldi, bularni solaman. Bularni ham solaman. Endi biz o'rmonga ketdik. Qaramasam, let's go. Mana shu uyimizning yonidagilarni ham chopamiz. Chopishni davom ettiramiz do'stlar. Endi bularni ham olamiz. Bularni oldik. Endi buni ham olamiz va do'stlar, menimcha vaqt yetadi. Biz basseynni ham qurishimiz mumkin. Do'stlar, basseynni pastroqda quraman, chunki tepada qursam normal qurib chiqib o'tirish kerak-da. Sal pastroqqa tushirib quraman do'stlar. Hozir video o'zingiz ko'rib olasizlar. Bularni sindirib turib olamiz. Olamiz bularni. Bizga 64 ta daraxt kerak. Chunki biz hali ko'p daraxt kerak bo'ladi. Chunki biz basseyn ham qurishimiz kerak. Yoki toshdan qursam ekan basseyn. Hech qisi yo'q. Ko'p zarar qilmaydi. Olaveraylik-chi, hech narsa bo'lmaydi-ku baba. 64 ta qilamiz. Olamiz bularni. Bu daraxtni ham chopamiz. Biz 58 ta daraxt bo'ldi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Bo'ldi, endi
O allaqachon 64 bo'libdi. Bo'libdi. Endi bular mana shu daraxtchoq bo'lib oddiy buyumdagi uyga boramiz. Uyimga nima qoldi? Yo'q, ha, mana bu buzilgandek ko'rindi. Soya ekan bu. Qaramasam, mana uyimizga ketdik. Bu uyimiz rostdan ham katta ekan. Arqa uyimiz juda ham kichkina ko'rinib turibdi mana va bu juda ham katta. Tomni qo'shib juda ham kattalashib ketsa kerak. Hali biz yana bir buyomlarda uy quramiz, chunki hali bu 8-kun. 50 kunning 8-kuni do'stlar. Hali men yana ko'p vaqt ko'p bala videolar chiqadi. Bu yoqqa chiqamiz. To'xta, men bu yerdan ozgina daraxtlarni va bu yerdan narvon yasaman va cho'p. Yana bitta narvon va mana daraxtlarni terib turib, bularni yasaymiz. Bo'ldi. Ketdik. Bularni sindirib olamiz. Endi sinayotgan kirkamizni ishlatamiz. U hozir sinib qoladi. Yo'q do'stlar, hali ham sinmayapti. Narvonni biz uyimizdan mashitda turgan edi. Shuni mashitdan quramiz. Bularni ham olamiz. Oldik, bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa boramiz va buni. Yo'q, qanday men shiftni bosib turgan edim-ku. Juda ham qiyin bo'lyapti. Men shift bosib turgan edim do'stlar. Baribir ham tushib ketdi. Mayli. Chiqib olamiz endi tepaga. Men shiftni bosib turibman. Endi qilmayapti, tekshirib ko'rdim. Mana shunday qilmasam bo'lmas edi. Ularni ham sindirib olaman agar yetmay qolsa. Bu yoqqa boramiz. Ularni ham qo'yib chiqamiz. Endi esa bu yoqqa ham quramiz. Bu yoqlarni ham. Do'stlar, kommentga yozib qoldiringlar. Yana qanaqa shartlarni bajaradi do'stlar, kommentlarga yozmay qo'ydinglar. Yozib qoldiringlar axir. Yozmasanglar bo'lmaydi. Endi u yoqqa o'tamiz. Bularni olib turib. Bularni olamiz. Mana buni olamiz va mana busini quramiz. Bu 3 talik bo'libdi, bu ham 3 talik. Mana shunday quramiz. Bu yoqqa chiqaylik birinchi biz. Mana endi biz buni qurib qo'yamiz. Mana yana ikkita qo'yamiz va bitta bu yoqqa o'tamiz va bunlarni qo'yib chiqamiz. O'zi 22 ta qoldi yoki 20 ta qoldi. Mana va bu yerlarga qo'yib chiqamiz. Yana pastga qo'yib ketdi. Endi bu yoqlarga ham qo'yib chiqamiz. Yo'q. Bu yoqqa pastga tushamiz va bularni olib chiqamiz va bularni sindirib olamiz. Endi bularni ham sindiramiz. Bu 1, 2, 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'libdi. Buni yana kattalashtiramiz endi. Buni ham 5 talik qilamiz, keyin arg'inga o'tamiz. Yo'q, yana bormi entamda? 34 ta bor ekan.
Kuramiz endi bularni. Qo'yamiz. 22 ta qoldi. Hozircha 19 ta. Endi bu yerga yo'qmi do'stlar? Endi bu yerga nima qilamiz? 2 ta. Hozir. Do'stlar, endi boshqa iloji yo'q. Mana shunaqa quramiz. Boshqachasiga qurib bo'lmas ekan. Mana endi bu yog'iga qo'yib chiqamiz. Yo'qmi? Endi bu yoqqa tushamiz va ichidagilarni sindirib olamiz. Pastga tushamiz va mana bularni sindirib olamiz. Endi tepaga chiqamizda bularni ham qo'yamiz va yana ozgina ham yasaymiz unaqalardan. Chunki yetmaydi, boshqa yasamasak. 2 tasi 15 tasi yetadi. Bu yoqqa chiqamiz. Narvondan ko'tarilamiz. Mashdan chiqsak bo'ladi. Yo'qmi-yo. 11 tasi yetsa kerak. Bo'ldi. Tushdik. Mashdan chiqqanmidim? Yo'q. Hamma yerdan chiqqan ekanman. Endi bularni ham ko'ramiz va bu yerdan tushamiz. Yo'q, tushmaymiz. Bularni sindiramizda. Buni qo'yib turib, bu yerdan tushamiz. Va bularni olib chiqamiz. Olgandan keyin esa barchasini daraxtdan turamiz. Endi esa bu yerga qo'yib chiqamiz. Xuddi birinchi uyimizdagidek, ya'ni qorli biyomdagidek. Bo'lmasa xunuk bo'ladi, shunaqa qilib qurmasak. Do'stlar, narvon joyni ochiq qoldiramiz. Mana shunday qilib. Hozir men bu yerga chiqamda. Yo'qmi-yo. Buni sindiramiz. Bu yerga qo'yib ketamiz. Ana bo'ldi. Narvon mana shunda ekan. Yana 2 ta quramiz, bo'ldi endi. Hozir men eshik olib kelaman bu yerga. Do'stlar, to'xtanglar, men eshik yasashim shart emas. Do'stlar, pastda eshik bor boshqa. Mana bu sandiqda hozir bu yerga tushib olay. Yo'qmi-yo, nimalar qilyapman men? Mana bittasi yetadi bizga. Bu yoqqa chiqamiz va tomga chiqamiz. Eshiklar mana ekan. Qo'yamiz, bo'ldi. Ochamizda ichiga kirib narsalarimizni qo'yamiz. Pastga tushamiz. Do'stlar, daraxt ortib qolibdi. Do'stlar, basseynni ham qurib qo'yaylik hozir. To'xtanglar, men axir bu yoqqa chiqib turib daraxtlarni qo'yib olishim kerak. Tosh turadi. Toshdan quraman deb aytgandim, mana daraxt chopayotgan payti. Daraxtlarni barchasini qo'yamiz. Narvonni ham qarmasam ketdik biz. Do'stlar, bu yoqda keyingi qismda men hovli quraman, ya'ni огород. Bu yoqqa esa hozir men basseyn quraman. Birinchi betni qozib olay. Ana endi bu yoqqa ham sal ko'laymiz. Ko'lay lapatka endi bo'ldi. Bu yog'iga esa nechta blok qo'ysak ham 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta bo'ladi. 8 ta yetadi. Bularni sindirib chiqamiz. Sindirib emas, u ko'ladi. Olib chiqamiz do'stlar bularni. Mana
Yaxshi do'stlar, bu 2 blok bo'lmaydi. Yana pastga tushiraman. Loyni qazaman yana. Bo'ldi, endi bu yoqdan qazib kelamiz. Mana shu o'rta chet qoldi faqat. Ana qurib olyapmiz. Yo, 3 stakka yaqinlashib qoldi do'stlar. 2,5 stak bo'ldi. Daraxt kepman. Loy. Yo. Shunchalik azim. Endi hali yana 2 ta blok ko'laymiz desam, bu yerda tosh bor ekan. Bu toshni ham ko'laymiz. Juda ham chuqur bo'lsa chiroyli ko'rinadi. 4 blokli qilsa ketadi do'stlar. Men bu yerni qazib bo'lgunimcha sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, men hali ham 140 obunachi bo'lib turibman. Hech kim obuna bo'lmayapti. Obuna bo'lib qo'ysangizlar yaxshi bo'lar edi. Menga juda ham katta nima deylardi, esimdan chiqib ketdi. Уже 3 stak. Hozir 4 stak bo'ladi. Lopatga уже sinib ham ketdi. 4 stak. Hozir 30 dan o'tsin, 4,5 ham bo'ladi. Yo. Namcha ko'p loy chiqdi bu yerda. Bu loylarni ham olib qo'yamiz. Do'stlar, hali qorli biyomdagi uyimda ham loylar juda ham ko'p. Bu uyimda ham loylar juda ham ko'payib ketdi. Mana shu qo'lda kavlash juda ham yoqmaydi-da. Sizlarga hammi? Menga juda ham yoqmaydi. Chunki juda ham sekin. Boshida sekin bo'lmaydi, to'g'ri. Minecraftga kirganda daraxt chopamiz. Unda esa sekin bo'lmaydi. Keyin sekinlashib boradi. Chunki biz boltaga, kirga, lopatkaga o'rganishib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun shunaqa bo'ladi. Sekindek ko'rinadi. Menga hozir sekin ko'ryapman deb o'ylayapman. Endi esa bularni olib chiqamiz. Kirgam sinmadi, endi boya yasagan kirgamizni ham ishlatamiz. Bizga ko'p bala tosh kerak. Men bu yerlarni hozir toshdan quraman. Aytgancha do'stlar, men bu yerlarni yasashim tosh qo'yishim uchun lopatcha kerak. Baribir ham uyga kiramiz ekan. Mana shuni ko'lab ketaveramiz. Toshni ko'rib turay, 34 ta bo'libdi. Menimcha 1 stak ham yetmaydi. 2 stakmi, 3 stakmi yetar. Mana shuni ko'lab ketaverchi. 2 stak olib chiqarman men. Qani ko'laymiz. Yoma loy. Уже hozir 1 stakka yaqinlashib qoldi. 1 stak bo'ldi demoqchi edim. Bo'ldi ana endi. Buni ham ko'rib turamiz. Va bu 2 stak bo'lgandan keyin tepaga chiqamiz. Do'stlar, ultra crossga ham o'tib qo'yinglar. Endi biz bularni sindirib olamiz. Yo'q do'stlar, loy chiqib yotibdi bu yerda. Men uni qo'labdi, o'zim ham bilmayapman. Labirint bo'lib qoldi bu yer. Boya qozgan joyimga tushib qoldim. Adashib qolsam bo'ldi do'stlar. Yo'q. Garoy bosib qoldim meni. Hozir yana bizga 20 ta kerak. Endi 14 ta. 14 ta kerak. 14 ta emas, 4 ta kerak. Bo'ldi, ketdik. Bu labirintdan olmasa chiqsam bo'ldi men. Hatto ham tez chiqdim. Biz yana bir blok qazamiz, chunki bu yerga tosh qo'yib chiqamiz.
Yo. Cheklanib sinib qoladi-ku, yangi yasagan. Do'stlar, bugun yasagan lopatkam sindi. Hozir bugun yasagan kirkam ham sinadi. Boltam sinmadi-yu. Boltam menimcha sinmaydi chunki keyingi qismda sinsa kerak, chunki огородni keyingi qismda quraman. Bularni sindirib chiqamiz va qo'yib ham chiqamiz men bularni. Mana shundoq. Mana. Bo'ldi, endi biz yana qozamiz. Yonma-yo grave lopatkam singan-ku. Do'stlar, hozir yangi bolta yasayman va u bolta ham bugun sinsa kerak, chunki men bu loylarga qarang. Yonma-yo. Sindirib olamiz bularni. Do'stlar, suvni keyingi qismda qo'yaman, chunki hozir basseynni qurib qo'yaveraman. Chunki video juda ham ko'p vaqtli olib ketadi. Shuning uchun keyingi qismlarda suvni quyib va огородni quraman. Endi aniq qo'yib chiqamiz. Qo'yib chiqamiz bularni. Mana tezda quramiz. Buyotlarni qo'shamiz va 9 ta blok bitdi. Endi biz chiqamiz va yonma-yo uyga kirib chiqamiz, chunki temir olib kelganmidim do'stlar. Olib kelmagandim-o. Ha, mutlaqo. Tepadaysan ko'raychi. Olib kelmabman do'stlar. Do'stlar, 4 tane temir bor ekan. Pastda pechka bor, ha, albatta. Bu yerda ko'mir ham bor 3 ta. Bularni qo'yamiz va yonma-yo emas, 4 ta temirni erib tursin. Ungacha biz nima qilamiz? Biz ungacha loylarni qo'yib kelamiz. Loylarni. Oho, juda ham ko'p ketdi. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Qanaqa nechta stak bo'ldi? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 4 ta, yo'q 5 ta. Yonma-yo. 5 ta loy chiqibdi do'stlar. Basseynimizdan. O anaqacha 3 ta bo'libdi. Endi bizga tayoq kerak. Tepada menimcha daraxt bor, albatta. Buni olamiz. Lopatkani yasaymiz. Yo, nega men 3 ta qildim? Har bitta ketardi-yu. Kalla qo'ydim-u do'stlar. Hech qisi yo'q. Bularni sindirib chiqamiz. Endi bu yerdan ham bir stak loy chiqsa kerak-ku. Qani bo'ldi. Endi mana toshlarni qo'yib chiqamiz. Mana endi buni ham qo'yib chiqamiz va bularni tepasiga ham qo'yamiz. Mana do'stlar, yaxshi. Endi bu devorni. Yonma-yo do'stlar, uyimizni poli. Uyimizning polining toshi do'stlar, aniqroq aytganda. Buni qo'yamiz. 10 tasi ketadi bu yoqqa. Va mana 2 tasi qoldi, qo'ydim. Endi bir stakni olamiz. Do'stlar, menimcha 2 ta ham bu yerga kam-o. Aniq. Hozir menda 10 ta qoladi, to'g'rimi? Yoki undan ham kami qoladimi? Yo'q, ko'proq qoldi. 34 ta, bu yerga 34 tasi ketmaydi. 34 ta, 35, 36, 37 ta bo'ldi. 38.
Do'stlar, sinab chiqaveraychi, ko'ramiz. Do'stlar, men bu yerni qazib bo'lgancha like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kontent uchun. Do'stlar, hali bundan ham qiziqarli videolarni chiqaraman. Do'stlar, menga Minecraftdagi topshiriqlardan bersangiz, men Minecraftda chiqaraman. Do'stlar, bizga aniq yana daraxt kerak, chunki bizda 10 ta qoldi. Yo'q, adashibman men. Loydan 1 stak deyomidim, 2 stak bo'ldi-yu. Yo'q-mayo. Pastga tushib chiqamiz. Bu yerdan ko'p bala tosh kerak bizga, 40 ta yetadi, 40 ta. Yana 20 ta qoldi. Yo'q-mayo. Kirkasini o'zi do'stlar. 40 ta bo'l. 41 ta. Yo'q. Ana 45 ta da kirkamiz sinib qoldi. Yaxshiyamki 45 ta bo'ldi. Bo'lmasa nima qilardim? Yo'q-mayo, buni qo'lda sindiraman endi. Yo'q-mayo. Sindi. Endi bularni ham qo'yib chiqamiz. Mana. Yetarmi? 23 tasi. Va mana. Tadam. Qurib bo'ldim. Endi bitta loy bilan chiqamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, qurib bo'ldik. Endi biz uyimizga kiramiz. Narsalarni sandiqqa solamiz. Mana sandiq. Mana bularni solib chiqamiz do'stlar. Endi tepaga chiqib qurilish mollarini solamiz sandiqqa. Do'stlar, loyga qaranglar. Juda ham ko'p. Yo'q-mayo. Bularni solmanku. Do'stlar, barcha xayr, sizlar bilan Shoh Game edi. Videoga like bosib, obuna bo'linglar. Xayr, sizlar bilan Shoh Game edi.